Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yana men. Allohga shukr. Bugun 12-kun. Ancha yaxshiman. Qo'llarim ham yaxshi, yuragim rosa yaxshi bo'ldi. Og'rimadi ham, siqmadi ham. Kecha tilimni tagiga qo'yganingizdek ancha yengil bo'ldim. Oyoqlarim ham og'riqlari qoldi. Allohga shukr, ishlari qaytibdi. Ancha yaxshiman. Tashqariga ham yaxshi chiqyapman. Pochkalarim ham og'rimay qo'ydi. Boshida bitta og'rib olar ekan, keyin u yog'iga hammasi yaxshi bo'lar ekan. Kelishinglarni tavsiya qilaman. Rahmat Jamshid aka, Alloh rozi bo'lsin. Sizni sababchi qilganiga. Ochkisiz ham ko'ryapsiz a? Ha, ochkisiz ham yaxshi, tumanlarim bor-ku, oldingidek emas. Oldin juda ham tuman ko'p edi, hozir yaxshi tarqagan. Ancha yaxshi ko'zlarim. Kecha uydagilarga she'r o'qib beribsiz? She'r o'qib berdim. She'r o'qib berdim, ochkisiz. Yo'q, yaxshiman. Hozir mana bilaringizni ham sertifikatlarni ham ko'ryapman, ochkisiz. Mana unaqa qilardim, ochkida ko'rardim. Hozir yo'q, ko'rinmadi, Allohga shukr. Yaxshiman. Rahmat. Boyaga uyqular. Voy, uyqu juda ham Jamshid. Ertalab bomdodga tikka turaman, bolalarimni o'qishga, maktabga kuzataman. Yotib uxlayman, adasini ham kuzataman. Uyqularim juda ham zo'r, maza qilib tiniq qilib uxlayman. O'sha ko'p uxlash kerak, ko'p uxlasa og'riqlar qolar ekan. O'shanga rosa yaxshi uyqularim. Uyqudan zo'rg'a turib kelyapman, yaxshi, Allohga shukr. Boshda nima qildim, uxladim, uxlamadim bilmayotgandim. Yo'q, hozir uxlaganim sezilmadi. Yaxshiman ancha, Allohga shukr. Shunda mana siz 15 yildan beri garmon olardingiz a? Voy, 15 yildan beri garmon ichardim. Menda 2 marta operatsiya o'tkazganman boshimdan. Adenoma gipofiz. O'shandan beri 15 yildan beri garmon ichardim. Hozir umuman ichmayman. Yaxshi yuraman, Allohga shukr. Shunda trepanatsiya qilib bosh chanoq olingan, olib ochib, ichidan o'simtani olgan, yana o'sgan, keyin ikkinchisi burnimdan miyamga kirib olgan. Keyin yana o'sdi, uchinchisida keyin Hindistonga borib nur olib keldim. O'shandan keyin yaqinda tushdim, ya'ni kistoz deyapti, kista bor deyapti endi ichida. Endi hozir yaxshi ko'zim anaqa oldingiga qaraganda sal yaxshilangan. Boshda og'riqlar yo'q. Yo'q, og'riq yo'q. Birlarimdan pochkalarim rosa siqyotdi-yu, boshida hozir yo'q, unaqa og'riqlar hech nima yo'q. Tikka turib, shap yurib anaqa. Ko'rdingizmi, Alloh taolo shunaqa mehribon zot, boshida uncha ishonmayotdingiz, dorilarga ishonmayotdingiz, birinchi kun juda qo'rqdingiz, qarshilik ko'rsatdingiz. Mana Alloh shunaqa mehribon, shifoyi komil, shifoyi alo ato etgan bo'lsin.